Bugun sizlar bilan ChatGPT bergan top 5 ta dunyodagi eng uzun so'zlarni birgalikda talaffuz qilib chiqamiz. Videoni oxirigacha ko'ring va bizni qo'llab-quvvatlang. Ha do'stlar, bugun sizlar bilan dunyodagi top 5 eng uzun so'zlarni birgalikda talaffuz qilib chiqamiz. Buni ChatGPT chiqarib berdi ro'yxatini. Biz bugun bundan boshlab Pneumono-ultramicroscopic silicovolcanoconiosis. to 24, 26, 34 harfli so'zlarni birgalikda talaffuz qilamiz. Top 5 ta so'zimizni 5-o'rindagi eng uzun so'zi. Bu mana bu so'z. Bu qanaqadir bitta jamiyatni nomi ekan. Hozir buni talaffuz qilib ko'rishga harakat qilaman. Antidisestablishmentarianism. Antidisestablishmentarianism. 28 ta harf ekan. Bu e'tiborlar uchun 28 ta harf ham uzun so'z hisoblanadi. Biz gidromehanizatiyalashtirilmayotganliklaringizdandir-da degan so'zdan sal kichkinaroq. Xo'sh, endi top 4 talikka keldik. Ya'ni top 4-o'rindagi so'z bu mana bu so'z. Bu 29 ta harf ekan. Bir narsani mutlaqo foydasiz deb hisoblash degan ma'noni anglatar ekan. Xo'sh, qani men talaffuz qilishni boshladim bo'lmasa. Floxinausinihilification. Floxinoxinihilification. Bu mana. Floxinoxinihilification. Oson ekan. Hali ham biz kuzatib turgan bo'lsangiz, bu hali boshlanishi. Bundan ham uzun so'zlarni video oxirida talaffuz qilamiz. Biz top 3-o'rindagi eng uzun so'zga keldik va bu superkalibrinasi degan so'z ekan. Bu menimcha to'qima so'z. Aql bovar qilmaydigan darajada ajoyib degan ma'noni anglatar ekan. Xo'sh, bo'lmasa talaffuz qilishni boshladim. Supercalifragilisticexpialidocious. Buni 3 ga bo'lib olsa bo'lar ekan, ya'ni super, keyin califragilistic, keyin qanaqa qilardi bu? Expialidocious, expialidocious yo expialidocious. Menimcha bu osonroq ekan bu. Supercalifragilisticexpialidocious. Videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, kanalni qo'llab-quvvatlab, obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Biz top 2-o'rindagi eng uzun so'zga navbatni beramiz. 36 ta harfdan iborat so'z ekan va bu ironik tomoni, ya'ni uzun so'zlardan qo'rqish fobiyasi degan ma'noni anglatar ekan. Uzun so'zlardan qo'rqish fobiyasining nomi uzun ekan. Birorta bemor borib men qanaqa kasal bo'libman desa, siz uzun so'zlardan qo'rqish kasalligiga uchrabsiz va buni nomi doktor, menimcha men uzun so'zlardan qo'rqaman. Esladim, sizning kasalligingiz nomi hippopotamonstrosexpialidocious. Men o'qishni boshladim. Hippopotamonstrosexpialidocious. Xo'sh, men biladigan so'zlar monster bilan equalifalofiyani pastda ko'rdik. Keyin fobiya. Shu uchala so'zni sal-pal tanishroq ekan. Ana hippopotosan va bitta qanaqadir jonzot edi. Xo'sh, bo'lmasa hozir aytib ko'raman. Hippopotamonstrosexpialidofobia. Mana. Hozir aytaman. Bo'lmadi. Onasini oson ko'rsatdi. What? Bro, what are you talking about, man? Esquipedalofobia. Hippopotamonstrosexpialidofobia. Aytdim onasini. Va nihoyat dunyodagi eng uzun so'zni hozir talaffuz qilamiz, ya'ni top 1-o'rinda turadigan eng uzun so'z bu mana bu so'z ekan. Voy, buni uzunligini qaranglar va bu 45 ta harfdan iborat kasallikning nomi ekan. O'pkaga ta'sir qiluvchi chang kasalligining nomi ekan bu. Qani bo'lmasa ketdik. Pneumono-ultramicroscopic silicovolcanoconiosis. Fenomeno. Men tushunishim bo'yicha volcano deb bilaman ekan, mikroskopikni bilaman ekan. Bu yo'qni qo'shib qo'ysam bo'ldi. Qani bo'lmasa ketdim.
Pneumona ultramicroscopic volcanoconiosis. Bu oson chiqdi boru, ikkinchisi top ikkinchisi qiyin edi. Pneumona ultramicroscopic volcanoconiosis. Agar video shugacha ko'rgan bo'lsangiz, bizni qo'llab-quvvatlash uchun like va kommentariy yozib o'z fikringizni qoldirish esdan chiqmasin va albatta kanalimga obuna bo'lib qo'ying. AzExplore bilan hali bundanda zo'r mavzularda birgalikda tahlil qilib chiqamiz. Agar bundan ham uzunroq so'zlar bilsangiz, kommentariy yozib qoldiring va albatta ularni men talaffuz qilib ko'raman. Videoda ko'rganingiz uchun rahmat. AzExplore'da ko'rishguncha.